Qonun ustuvorligida Konstitutsiyada belgilangan normalar asosiy o'rin tutadi. Fuqarolarning konstitutsion huquq va manfaatlarini munosib himoya qilishda Majburiy ijro byurosi Shahrisabz tuman bo'limi xodimlari tomonidan olib borilayotgan ishlar ham munosib hissa qo'shmoqda. Hozir shu haqda. Mahalla har bir inson hayotida muhim o'rin tutadi. Fuqarolar huquqini ta'minlashda ham burch va majburiyatlarni amalga oshirishda mahalla bilan hamkorlik asosiy ahamiyatga ega. Shu bois Majburiy ijro byurosi Shahrisabz tuman bo'limi xodimlari tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda aholiga huquqiy yordam va maslahatlar berilmoqda. Muammoli masalalar o'z vaqtida hal etilib, qarzdorlik undirilishi ta'minlanyapti. Shahrisabz tumani Qo'shqanot mahalla fuqarolar yig'inidagi muammoli oilalar, keyin aliment masalalari, qarzdorlik masalalari mavjud bo'lib, biz shu qarzdorlik masalalarini joyida borib o'rganib, hal etib kelmoqdamiz. Hozirda Majburiy ijro byurosi bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz. Bugun davlatimiz tomonidan aholining tadbirkorlik, shu bilan birga boshqa bir qator faoliyatlar bilan shug'ullanishlari uchun ko'plab iqtisodiy imkoniyat va imtiyozlar berilmoqda. Biroq bunday imkoniyatlardan foydalangan holda bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatlarni ham unutmaslik lozim. Konstitutsiyada iqtisodiy faoliyatda adolat va qonuniylikka kafolatlanadi. Shu asosda banklar bilan hamkorlikda kredit qarzdorliklarini undirishda samarali ishlar olib borilyapti. Misol uchun, fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlararo sudining qaroriga asosan qarzdordan aksiyadorlik tijorat banklaridan birining foydasiga 96 million so'm kredit qarzdorligi undirish belgilangan. Qarzdorlik to'lab berilmaganligi sababli ijro hujjatida ko'rsatilgan manzilda majburiy ijro harakatlari olib borildi. Va qarzdorga 15 kunlik ixtiyoriy muddat berilgan mazkur qarzdorlik summasini to'lashlik uchun, lekin qarzdor tomonidan ushbu summa berilgan ixtiyoriy muddat ichida to'lab berilmaganligi sababli uni garovda bo'lgan avtomashinasi, Gentra rusumli avtomashinasi xatlanib, jarima maydonchasiga olib kelindi va qarzdorga mazkur summani qonunda belgilangan muddatda to'lab olib chiqib ketishlik, aks holda onlayn auksion savdolarida sotilib qarzdorlikni qoplash choralari ko'rilishi tushuntirildi. Konstitutsiya va boshqa qonun hujjatlarida har bir bolaning ta'minoti kafolatlanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudi binosida bo'lib o'tgan navbatdagi sud majlisida aliment to'lovidan qasddan bo'yin tovlagan 10 nafar qarzdor otalarga nisbatan yig'ilgan hujjatlar ko'rib chiqildi. Aytish kerakki, bu choralar jazo emas, balki farzand manfaatini himoya qilish, ota burchini eslatish maqsadida amalga oshirilgan harakatdir. Majburiy ijro byurosi Shahrisabz tuman bo'limi ish hududida jami 9,5 mingta ijro hujjatlari mavjud. Shundan 1902 tasini aliment undirish bilan bog'liq ijro hujjatlari tashkil qiladi. Aliment undirish ijro hujjatlari bo'yicha mahalla bay tizimi joriy qilingan bo'lib, har bir davlat ijrochisi o'ziga biriktirilgan mahallalarga kunlik xatlovlarni amalga oshirib kelmoqda. Shu jumladan 2025-yil noyabr oyining o'zida xatlov jarayonida 30 ga yaqin oila yarashtirishga erishildi. 300 milliondan ziyod aliment pullari undirilib, bolalarning manfaati uchun undiruvchilarga topshirildi. Bugungi sud ish jarayonida 4 nafar qarzdorga nisbatan aliment pullarini 2 oy mobaynida to'lamaganligi sababli 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi berilgan bo'lib, qolgan 6 nafari sud jarayonida undiruvchilar foydasiga aliment pullarini to'liqligicha to'lab berdi. Konstitutsiya har bir fuqaroning huquq va erkinligini kafolatlashi, adolat va qonuniylikni mustahkamlashini teran anglagan holda burch va majburiyatlarni ham unutmaslik lozim. Bosh qomusimizning 21-moddasida ta'kidlanganidek, inson o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari va erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart.